O'rtoqlar, passiv daromad xohlaganlar uchun zo'r variantimiz chiqqan. Lokatsiyani tushuntiraman. Uchtepa 24-kvartal. 199-Nogironlar maktabining yonginasi. 5 qavatli binoni 3-etajida. 3 xona 60 kvadrat metrga ega bo'lgan xonadon. O'rtoqlar, mana shu xonadonning o'zidan примерно hozir 10 million so'mgacha daromad ko'rishyapti ekan. Xonadonning zeleniy zonalar, shunaqangi tinch hovlisi, bolalar o'ynash maydonchasi, avtoturargohlariga ham ega. O'rtoqlar, videoda o'tkazib bormanglar, narxini oxirida aytaman, olib kirib ko'rsatamiz. O'rtoqlar, xonadonga kirganlaringda qaranglar, koridor bo'ylab har bir xonaga kirish imkoniyati bor. Chap qo'lda birinchi oshxona. Ko'ryapsizlarmi? Tashqariga qaragan, hovliga qaragan oynalari bilan. Buni yonginasida esa hojatxona. To'liq kafel qilingan hojatxona va tualeti. Buni yonida zal. O'zini tashqariga qaragan ko'ryapsizlarmi? Oynalari va plus balkoniga ham ega. Konditsionerlari qoldiriladi. Xo'p, koridor bo'ylab to'g'ri yuradigan bo'lsak, garderobnisi bor va yonginasida yotoqxona. Kattalar uchun spalni. Ko'ryapsizlarmi? Buni yonida esa ko'rishinglar mumkin, yana bitta yotoqxonamiz. O'rtoqlar, hozir mana shu yerda o'zidan где-то 10 million, 1 ming dollarga yaqin pul kelib turibdi, ijara puli. Studentlar o'zi turibdi, ko'ryapsizlar, o'sha narsalarni o'zidan ham bilinib turibdi shekilli. Narxi keladigan bo'lsak, narxini uy egalari bilan kelishib 70.500 yana kelishadigan joyi bor. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz, tezda aloqaga chiqib savdolashsalaring bo'ladi. Videoga like bosinglar, shu videoni yaqinlarga yuborib qo'yishni unutmanglar.